davlatimiz rahbarini o'zlarini alohida topshiriqlari borki, bizni fuqarolar qayerda bo'lsa ham qadri bilan bo'lsin. Chunki bizda eng katta shiorimiz insonni qadri. Albatta bu safar insonni hayotidagi eng buyuk orzulardan biri hisoblanadi. Hech oldin kuzatilmagan sharoitlar mana bu yil yaratildi inshaalloh. Hojigalarimiz, hojononamiz ko'zlarida yosh. Men bu shukronalikni bir ichimdagi bir tushuntirib bera olmayman so'z bilan. Lekin juda ham hayajondamiz. Bu juda ulug' ne'mat. Assalomu alaykum. Haj buyuk ibodat. Bugun 13-may 2025-yil ilk guruh ziyoratchilari mana shunday buyuk farzni ado etish uchun Novza jome masjidiga jamlanmoqdalar. Ularga malakali guruh rahbarlari biriktirilgan. Hozir guruh rahbarlari hojilarimizga hajga taalluqli bo'lgan arkonlarni, muhim jihatlarni tushuntirmoqdalar. Birozdan so'ng hojilarimiz avtobuslarga joylashgan hollarda aeroportga yo'l oladilar. Keling jarayonlarni birgalikda kuzatib boramiz. Insonga hayotda bir marotaba in'om qilinadigan eng buyuk safarlardan biri islomning 5-arkoni bo'lmish haj safarini niyat qilgan ko'p sonli butun dunyo mo'min musulmonlar qatori o'z jannatmonand yurtimiz O'zbekiston vatanimizdan ham 15 mingdan ziyod hojilarimizning ilk guruhlari mana bugun ulug' safarga niyat qilib turibdilar. Albatta bu safar insonni hayotidagi eng buyuk orzulardan biri hisoblanadi. Zero bunga hammaning ham nasibasi qo'shilavermaydi. Alloh chaqirgan bandalarigina boradilar. Hurmatli prezidentimizning shaxsan o'zlarining tashabbuslari bilan albatta yurtimizdan mana shunday ulug' safarni niyat qilgan kishilarning adadlari 15 mingdan ziyod bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Din ishlar bo'yicha qo'mitasi rais janoblari, O'zbekiston musulmonlari idorasi ustozimiz Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining boshchiliklarida mana shu 15 ming hojilarga xizmat qiluvchi bir necha 100 kishilik ishchi guruhlarni tashkil etilishi va 15 ming hojilarimizga eng go'zal, chiroyli tartibda xizmat qiladigan guruh rahbarlarini tayin qilinishi ham albatta bunda katta ma'no bor. Chunki safarni ilk marotaba amalga oshirayotgan bu ziyoratchilarimizni hoji amallarini, bu ulug' ibodatni to'la to'kis ado etishlari uchun ularga bir yo'llanma bo'lib xizmat qiladi deb ishonch bilan aytamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, al-hajju mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ya'ni qabul bo'lgan hajni, mabrur hajning mukofoti faqat jannatdir. Biz niyat qilib qolamiz. Albatta yurtimizdan ketayotgan bu aziz, mehribon onajonlar, opa-singillar hamda ulug' yoshdagi bobolarimiz, otaxonlarimiz, aka-ukalarimizni hajlarini yana bir bor Alloh muborak qilsin. Alloh subhanahu va taolo bu yil nasibasi qo'shilmagan, ammo hayoti davomida mana shu niyat, orzu, istak bilan turgan barcha aziz mo'min musulmonlarni qadamlari muborak Ka'baga yetishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Bu yilgi haj safariga ketadigan ziyoratchilarimiz uchun davlatimiz, hukumatimiz tomonidan, jumladan muhtaram prezidentimiz rahbarligida keng sharoitlar yaratib berildi. Bu sharoitni ziyoratchilarimiz hozirdan his qilib bo'ldi. Hattoki muhtaram prezidentimizni, davlatimiz va hukumatimiz rahbarlarini Madina-i Munavvarada, Makka-i Mukarramada ziyoratchilarimiz uchun yanada qulay sharoitlar, Minoda, Arafotda, Muzdalifada yana ziyoratchilarimiz uchun juda hech oldin kuzatilmagan sharoitlar mana bu yil yaratildi inshaalloh. Men umid qilib qolamanki, ziyoratchilarimiz buni shukronasini qilib, haqiqiy hoji bo'lib vatanga qaytadi degan umiddaman. Allohga hamdlar bo'lsinki, yana bu yil bizga yana bir sharafli vazifa yuklandi. Ya'ni menga Toshkent shahrining birinchi guruh berildi. Xudo xohlasa guruh rahbari sifatida hojilarimiz xizmatlarini qilaman. Men har doim muborak haj safari haqida gapirar ekanman, ishimdan to'lqinlanib ketaman. Nima uchun? Haj nafaqat ibodat, balki haj Alloh taoloning birligi, borligi, shu bilan birgalikda
Alloh taoloning bandalarga bergan ne'matlarni eslatuvchi amaldir. Hoji akalarimiz, hojonalarimiz ko'zlarida yosh. Davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimizga tashakkur bildiramiz. Chunki muborak haj safarini tashkillashtirishda prezidentimiz shaxsan o'zlari turibdilar bu tepasida. Undan keyin mana vazir vazarolar, hokim va hukamolar va xosatan din ishlari bo'yicha qo'mita raislari, O'zbekiston musulmonlar idorasi raislari, shayximiz, muftiy hazratlarimizga tashakkur aytamiz. Bu tashakkurni nafaqat men, balki barcha hojilarimiz aytishyapti. Judayam bir hayajondaman. Sababiki bugun mana O'zbekistonimizning birinchi hojilari Saudiya Arabistoniga haj amalini bajarishga ketyapti. Shularning qatoriga qo'shilganimdan beg'or xursandman. Prezidentimizga rahmat katta. Shunchalik mana sharoitlarni yaratibdi mana. Juda yaxshi sharoitlar. Diniy idoralarga ham rahmat. Sog' salomat borib yurtimizni duolar qilib kelishga nasib qilsin. Eson-omon borib duo ijobat bo'ladigan joylarda yurtimizni, xalqimizni hammasini duo qilishlikni nasib qilsin. Borib kelgan hajchilar kelajakda bu yoqqa kelgandan keyin bu xalqqa buni tashkilotchi, e'tiborga yetkazuvchi bo'lishi degan umidni biz rioya qilamiz. Allohga shukr, borib kelishimizda hajimizni qabul qilsin. Biz bugun shunaqa bir haj 2025 ziyoratchilari bugun birinchi guruhda, birinchilar qatorida ketyapmiz. Biz bundan juda ham xursandmiz. Allohga beadad shukr. Bir necha yillik qilgan o'sha ta'limda bergan o'qituvchilik sohamdan bugun shunaqa Alloh baytiga chaqirgan ekan. Men bu shukronalikni bir ichimdagi bir tushuntirib bera olmayman so'z bilan. Allohim bizga kuch-quvvat bersin, yurtimizga, elimizga tinchlik, xotirjamlik bersin. Buni biz Alloh suyib, biz yaxshi ko'rib, mana shunday ulug' ne'matga bizni Alloh chaqirgan ekan. Ilohim Allohning ishonchini biz qozonishimiz kerak. Shunga harakat qilamiz. Allohim avvalambor Alloh o'zi yordam qilsin. Hojilarga shunday bir adolat bilan, mehr shafqat bilan bilmaganlarni o'rgatib, tushuntirib, yo'lboshchi bo'lib, labbaykalarni aytganda o'zingiz peshvo bo'lib, namozlarda, yo'llarda to'xtalganda albatta ularga imomlik qilib berib, shariatimiz ko'rsatgan ahkomlarni, ziyorat odoblari, haj, umra odoblarini eslatasizlar. Beshikast borib kelinglar. Sizlarning qo'l ostinglardagi hojota, hojonalar, aka-uka, opa-singillarimiz yana vatanimizga sog' salomat qaytib, haqiqiy ma'naviyat targ'ibotchisi bo'lib, namuna bo'ladigan kishilar bo'lishlarini Alloh muvaffaq qilsin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz hoji otalar, hoji onalar, islomning 5-arkoni haj ibodatini ado etish uchun siz bugun ona vatanimizdan ulug' muborak yerlar, Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamni qo'nim topgan joylari Madina Munavvarada, keyin Makka Mukarrama hamda Mino, Arafat, Muzdalifa shunday ulug' vodiylarda bo'lib qaytasizlar. Safar muborak bo'lsin. Alloh taolo yana ona yurtga sog' salomat qaytishinglarni nasib aylasin. Sizlardan bitta katta iltimos bo'ladi. Vatanimizning tinchligi, xotirjamligi va oilalarning saodati uchun duoinglarni ayamaysizlar. Biz sizlarni hozir qanaqa chiroyli kuzatayotgan bo'lsak, shunday chiroyli kutib olishni nasib qilsin. Bu umr safarini, haj safarini muborak qilsin. Bu hajga ketishinglarda sizlarga mana uyda, xonadonlarda kuzatib qolgan hamma farzandlar, sizlarga sababchi bo'lib turganlarga ham Alloh taolo bu ibodatlarni nasib etsin. Alloh taolo yurtimizdan mana shunday ulug' safarga boruvchilarning safini kengaytirsin. Bugun mana shu safarga otlandinglar. Inshaalloh vatanga qaytgandan keyin ham mana sizlarning oldinglarda katta mas'uliyat turadi. O'sib kelayotgan kelajak avlodni tarbiyasiga, ularni go'zal odob axloqiga, el yurtga kerak inson qilib tarbiyalashga sababchilardan bo'lasizlar va bu yo'lda inshaalloh fidoyilik qilasizlar. Tilida labbayka, dilida shukronalik bo'lgan hojilarimiz aeroport tomon yo'l olmoqdalar. Ularning quvonchlari cheksiz. Sababi Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak ravzalarini ko'rishdik. Alloh taoloning baytini ziyorat qilishdek baxtga
musharraf bo'lmoqdalar. Ayni vaqtda yurtdoshlarimiz Madina Munavvaraga jo'nab ketish uchun shaylanmoqdalar. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haj va umra qiluvchilar Alloh taoloning mehmonlaridir. Duo qilsalar ijobat qiladi, istig'for aytsalar mag'firat qiladi deya marhamat qilganlar. Biz bu yilgi hajga ketayotgan hojilarimizga hajlarini mabrur bo'lishini tilab qolamiz. Xayr, omon bo'ling.